Javobingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, yaxshi dam oling. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Ozgina vaqtingiz olsam maylimi? Ha, televizorgami deyman? Ha, mayli, qara. Yes. Bugungi kunda ko'p yoshlarimiz yo'ldan adashyapti. Siz shularga qanaqa qaraysiz? Ha, ulargami? Ona qarab qo'yaman. Qildim, ona qarayman. Bu ro'talab ona qaraganman. Mana har xil qarayman-da. Ha, ajoyib javob bo'ldi. Yana bir savol. To'g'ri yo'ldan adashgan yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Ularni-chi, kallasiga Stop. Bizni so'kish mumkin emas. ha, mumkin emas. Bo'lmasam shu so'kadigan joylarni olib tashlasa maylimi? Ularni-chi kallasiga Qo'yish kerak. Oh my god. Ajoyib bo'ldi. Shuncha gapdan qaysi birini qoldirar ekanman?